Assalomu alaykum, kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz juda ko'p negativlar bo'ldiki, dori bo'yicha ko'p semirtirish bo'layapti, u bo'layapti deb biz hozir veterinariya meditsinasi chorvachilik biotexnologiya universitetiga kelganmiz. O'zim ham o'sha yerda ishlayman. Domlamiz o'sha oziqlantirish bo'yicha dars beradi va ilmiy ishlarda ham shu bo'yicha qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, PhD, falsafa doktori domlamiz hozir o'zini tanishtiradi, sizlarga kerakli ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Mana qishloq xo'jalik hayvonlarni oziqlantirishda, ularning oziqa bazasini yaratishda gidropon oziqalardan foydalanish eng asosiy hozir bugungi kunda urf-odatga kirib boryapti. Buni o'rnida o'z navbatida gidropon oziqalarni yetishtirish texnologiyasini o'ziga alohida e'tibor berish kerak. Masalan, bug'doy donining 1 kilogrammini agar maysa qilib o'stiradigan bo'lsak, uning 6-7 kilogrammgacha ko'k massa olish mumkin. Buning tarkibi, kimyoviy tarkibiga to'xtaladigan bo'lsak, 1 kilogramm gidropon oziqani tarkibida 0,25 oziqa birligi, 24-25 oziqa birligi va 1 kilogramm tarkibida gidropon oziqalarda 25 gramm hazmlanuvchi protein bor. Albatta bu uglevodlarga boy bo'lgan oziqa hisoblanib, shirali oziqalar gruppasiga kiradi. Bu hayvonlarda bu oziqa bilan oziqlantirishda ularning tezroq hazm bo'lishi, uning tarkibidagi to'yimli moddalarni hazmlanish koeffitsiyenti yuqori bo'lishi bilan o'sha hayvonlarning mahsulotlarining oshishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari, qo'ylarni oziqlantirishda qo'ylarda ham asosan arpa donini o'stirgandan keyin ularni 5 kunligida berish maqsadga muvofiq. Agar u 6-7 kunlik o'sadigan bo'lsa, bu yerda uning tarkibi o'zgarib ketadi, achchiqlashib ketadi uning tarkibi. Buni qo'ylar uncha yaxshi iste'mol qilmaydi. Shuning uchun 5 kunligida beradigan bo'lsak, ayniqsa mana hozir yaylovda tanqislik bo'lgan yillarida mana shu bug'oz qo'ylarni gidropon oziqalar bilan oziqlantiriladigan bo'lsa, bularda o'sha asosan qish davriga, bug'ozlik davrini ikkinchi davri qish davriga kelganligi uchun bularda o'sha ko'k oziqaga bo'lgan talab ortib boradi. Shu nuqtai nazardan agar bug'oz qo'ylarni oziqlantirib tajribalar olib borganda bizning tajribalarda shunday xulosalarga kelingan, ulardan tug'iladigan qo'zilarning tirik vazni oshgan, vitaminlarga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi uchun ularning kasallanishi oldi, ko'pchilik kasalliklarning oldi olingan. Undan tashqari sog'in sigirlarni oziqlantirish, sog'in sigirlarni ham oziqlantirishda o'sha bug'doy maysasini o'stirib, arpa maysasini o'stirib berish, donini o'stirib maysa qilib berishda birinchi o'rinda ularning mahsuldorligi 15-20% gacha ularning sut mahsuldorligi oshishi tajribalarda asoslangan. Endi yana bitta narsani alohida qayd etish kerak. Gidropon oziqalarni ratsionga qo'shib berishda juda e'tiborli bo'lish kerak, chunki gidropon oziqalar ratsionga kiritilganda, har qanday oziqa ratsionga kiritilayotganda uning o'rgatish davri bo'ladi. O'sha o'rgatish davrida birinchi o'rinda o'sha sog'in sigirlarga beradigan bo'lsak, bir boshga bir kunda 5-6 kilogramdan berib, maksimal bir kunda 14-15 kilogramgacha gidropon oziqa berish mumkin. Undan tashqari, qo'ylarga beradigan bo'lsak, qo'ylarda bug'oz qo'ylarga beradigan bo'lsak, bularda ham eng asosiysi o'sha gidropon oziqalarni ratsionga berishda 1 kilogram, 1,5 kilogram kuniga ratsionga qo'shib berib, asta-asta biz buni 3-3,5 kilogramgacha kunlik oziqasiga qo'shib berishimiz mumkin. Endi qo'ylarni oziqlantirishda, qoramollarni ham oziqlantirishda gidropon oziqalarning sifatli tayyorlashga e'tibor berish kerak. Bo'lmasa, buning salbiy tomonlari ham bor. Salbiy tomonlaridan bittasi o'sha agar tag nima deydi uni? Maltoza qismi, ya'ni tag oppoq bo'lib turadigan qismi qorayib ketadigan bo'lsa yoki sarg'ayib ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa me'yordan ko'p birdan oziqa beriladigan bo'lsa, bu ham hayvonlarning ich ketishiga olib keladi. Bu ham albatta mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Undan tashqari 1 kilogram donni o'stirganda, mana kimyoviy tarkibini yuqorida aytib o'tdik. Bu narsani hisoblab ko'rganda ham, hisobda ham, masalan, 1 kilogram donning tarkibida 1,27 oziqa birligi bo'ladigan bo'lsa, undan biz o'rtacha qoramol uchun 7-8 kilogram oladigan bo'lsak, bu o'z navbatida oziqa birligining oshishi, hazmlanuvchi proteinning oshishiga olib keladi.
Shuning uchun ko'p davlatlar, mana Xitoy, Rossiya, Qozog'iston davlatlari bu gidropon oziqalarni o'stirish texnologiyasini to'g'ri yo'lga qo'yib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini ko'paytirishda, tannarxini ozaytirishda mana shu gidropon oziqalardan samarali foydalanib kelmoqda. Juda yaxshi. Hozir mening xabarim bor, chet davlatlarga chiqqanimda ko'rdim, Rossiyada ham gidroponikadan to'lig'icha foydalanyapti. Lekin bizlarda aholida shunaqa narsa tushunmovchilik bo'lyaptiki, gidroponikani tayyorlab beryapti-yu, molining ichi o'tib qolyapti. Masalan, bizlarga o'xshagan veterinarlarni chaqiryapti va hokazo. O'shaning uchun qancha quruq modda, ya'ni oddiy tilda, xalq tilida aytganda xashak, beda pichani, somon pichanlaridan o'shandan qancha berish kerak, gidroponika qancha berish kerak, yemni, masalan, kunjara, shilxoni qancha berish kerak. O'shanga ham bir ozgina to'xtalib o'tsangiz. Rahmat savol uchun. Bitta narsa, mana bu siz aytayotgan narsa bu ratsion strukturasi deb aytiladi. Bu har bir hayvonning turiga, yoshiga, mahsuldorligiga qarab tuziladi. Misol uchun sog'in sigirni oladigan bo'lsak, shirali oziqalar sog'in sigirlarda 50-60% ni tashkil etishi kerak. Bu degani bir kunda 10 oziqa birligi iste'mol qiladigan sigirlar o'rtacha bir kunda shirali oziqalar 5 oziqa birligi iste'mol qilish kerak. Endi shirali oziqa faqat gidroponika emas, uni biz xashaklarga aralashtirib, undan boshqa siloslar bilan aralashtirib beradigan bo'lsak, bir kunda o'sha biz aytgan yuqorida aytgan foizdan oshib ketmaydigan bo'lsa, bu hech qanday hayvonlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Mahsuldorligi ham. Hozirgi kunda har xil preparatlar chiqqan, yemiga qo'shib berayotgan, ukol qilayotgan vitaminlar. O'shalarda ham ratsionga qo'shsa nima bo'ladi? Gidroponika bilan birga yoki uni maslahat bermaysizmi? Endi har qanday ratsionda o'zi asosan vitaminlar qo'shib berish ko'p hozirgi kunda urf odatga kirib boryapti, lekin gidropon oziqamizning o'zi vitaminga boy oziqa. Bu asosan tarkibida karotin moddasi. Bu degani A vitamini. A vitaminga bo'lgan talabni, A vitamini agar yetishmasa hayvonlarda o'sish rivojlanishdan qoladi. Undan tashqari shapko'rlik kelib chiqadi. Bular hayvonlar uchun eng asosiysi A vitaminga bo'lgan talabni, keyin E vitaminga bo'lgan talabni ham qondiradi. E vitaminga bo'lgan talab jinsiy yetilishi boshqasi. Bularda erkak hayvonda ham, urg'ochi hayvonlarda ham o'sha vitaminlarga bo'lgan talab oshib boradi. Sut mahsuldorliklarigacha? Sut mahsuldorligiga gidropon oziqalar mana ko'p tajribalar olib borilgan. Bu bo'yicha ratsionga qo'shib berib, men yuqorida ham aytdim, 15-20% gacha sut mahsullarining oshishi kuzatilgan tajribalar. Keyin yana bitta narsa, go'sht mahsuldorligini ham hozir bugungi kunda asosan qo'chqorlarda, mana buqalarda ham gidropon oziqani ratsionga qo'shib, go'sht mahsuldorligiga ham, go'sht yo'nalishidagi hayvonlarda ham oziqlantirilyapti. Sababi go'shtning kimyoviy tarkibi yaxshi bo'ladi. Vitaminga boy bo'ladi. Undan tashqari eng asosiysi o'sha 1 kilogramm olinadigan go'shtning tannarxi arzonlashadi. Ham arzon, ham sifatli mahsulot olishga erishiladi. Rahmat maslahatlar uchun. Rahmat. Kimga shunaqangi ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Agar tabiiy yo'l bilan boqmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bo'layotgan bo'lsa, bu videomizni tanishlaringizga tashlab qo'ying. Oziqlantirish bo'yicha savol bo'layotgan bo'lsa yoki bo'lmasa navbatdagi videomiz qaysi mavzuda bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Biz albatta domladan iltimos qilamiz o'sha mavzuda ham ma'lumot olishga.